Birinchi o'g'irlik u 8-9 yoshimda qarindoshimdan pul o'g'irlaganman. O'sha hibsxonada bitta o'zim o'zbek bo'lganman. Butun hibsxonada o'zbek, men bitta o'zim bo'lganman. O'ta farqi yo'q, sen millating o'rischada gapirasanmi yo'qmi? Unchalik tushunmaganman, nima bu rozis qanaqa? Bu qarang, почти 1,5 yil men pobegda yurganman Rossiyada. Tosh turmada 2020-yil 7800 ta odam bo'lgan. 19-ming 900 ta odam, 22-yil 7800 ta odam. Qattiq tartibli koloniya. Потому что men birinchi marta emas, ikkinchi marta emas, uchinchi marta men qamalganman. Kuchli takoy ovqat berishni boshladi. Monti berar edi, ishonasizmi, somsa. O'sha yerda beton zavodda men ishlaganman. 6,5-7 milliongacha oliy olardim. Kimdir 70 million pul bilan ketgan, kimdir 150 million pul bilan ketgan. Eng ko'p aldagan odamim, afsuski, bu men onam. Men Gulamov Rustamman, 1984-yilda tug'ilganman, Toshkent shahrida, millatim o'zbek. Yoshligimdan meni shu rus maktabiga, rus bog'chaga berib yuborishgan. Xullas maktab bitirganimdan keyin Milliy universitetga dokument topshirib, men kirganman o'qishga. Ikkinchi kurs tugatib, men o'qishimni tashlab ketganman. O'zimdan o'zim bilmayman nimaga. Men o'sha payt o'ylaganman, что men hamma narsani bilaman, universitet menga hech narsa qo'shimcha bera olmaydi. Birinchi o'g'irlik, men esimda bor shu o'g'irlikni. U 8-9 yoshimda qarindoshimdan pul o'g'irlaganman. So'm kupon o'sha payt pul bo'lar edi, qizil. Shu esimda bor, ko'pincha o'ta qizil pul bor bo'lgan. Nominali hozir esimda yo'q. Shu pul o'g'irlaganman, ertalab men o'sha akamni qolib ketganman, qolganman. Ertalab turganimizda u ko'rdi, что puli yo'q. U pul unga tug'ilgan kuniga qarindoshlar yig'ib podarka qilishgan. Men shu kichkina shkopchasidan esimda yo'q, qattandir o'g'irlab ketganman. Ertalab turganimizda u menga aytdi, Rustam, sen pulimni ko'rmadingmi, pulimni olmadingmi? Men yo'q deyapman. Xullas, shu bilan uyga ketdim. 5-6 kundan keyin onam pulni topib olgan, o'zi tushungan, shu qarindoshlarimga berib yuborishgan. Tak, 2005-yil men bitta odamdan pul olganman. O'sha payt qarayman, 20 yosh bo'lganman-da. 20 yoshli patsanda, грубо говоря, men bittasidan $50,000 ga yaqin pul olganman, yangi Mercedes olib keltiraman deb. Yoz, bitta shu 2005-yil yozda o'rtoqlarim bilan men shu pulni yeb qo'yganman. Уже kuzga yaqin shu odam уже telefon qilish boshladi, nima bo'lyapti, nima qanaqa. 1,5 oy yana aldab yurdim, keyin u tushundi уже, что men aldab yurganimni tushundi, sezdi. Ustimdan ariza yozdi. GUVDga va SMBga ariza yozgan. Ariza yozgan, lekin men O'zbekistondan chiqib ketishga ulgurdim-da. 2005-yil 15-dekabr men Qirg'izistonga qochganman. Qirg'iziston orqali Rossiyaga chiqib ketganman avtobusda. O'sha yerda 1,5 yil, где-то 1 yil 3 oy yurganman. Moskvadan Ulandaga uchib ketganman. Endi men unchalik tushunmaganman, nima bu rozis qanaqa. Просто registratsiya qilmasdan yurganman. Lekin Ulanda aeroportda meni to'xtatishgan. Aytishgan, что Gulamov Rustam, siz международный rozisdasiz. И до выяснения обстоятельств, hozir ham esimda bor, Leninskiy отдел militsiyaga ROVDga olib borishgan meni. Bu 2007-yil yanvar oyi bo'lyapti-da. Bu qarang, почти 1,5 yil men pobegda yurganman Rossiyada. Hibsga olishgan, men Ulanudada hibsxonasida, birinchi hibsxona Buratiya, Respublika Buratiya birinchi hibsxonasida o'tirganman. O'sha yerda 6 oy o'tirganman. U hibsxona qora bo'lgan. Qora degani
O'tda xodimlar, ichki ishlar, Rossiyaning shu politsiyasi, o'sha payt militsiyasi ichkarida hibsxonada hech narsani hal qilmasdi. U faqat kelib shu odamni yopardi, tergov yo sudga olib chiqardi. Ichkarida nima bo'lgan, shu kamerada nima bo'lsa, ular kira olmasdi, hech narsa hal qila olmasdi, hech kim ularga quloq solmasdi-da. Lekin kameraning ichida kimdir kasal bo'lsa, xodimlar ham hech kim qaramasdi. Tam doktor yo qanaqadir sanitarniy часть chaqirish to'liq yo'q edi. Meni tanishlarim shu paytgacha qamalgan tanishlarim yo'q edi. Mana kimnidir bo'ladi, tam hibsxonani haqida, turmani haqida yoshligidan biladi. Auye pokoleniya bor. Menda unaqa tanishlarim yo'q edi. To'g'ri, kriminal qilib yurardim men получается. Lekin tanishlarim, yo unaqa kitoblarni, yo tam maksimum nima ko'rganman, men Boomer tam Brat 2 tam mana shunaqa kinolarni, Brigada. Hibsxonaga tushganimda, men kirganimda, o'ta вообще boshqa hayot-da. O'ta umuman boshqa hayot. O'ta farqi yo'q seni millating, o'rischada gapirasanmi, yo'qmi? Men xonaga shu kameraga kirdim, qo'limda sumka, burchakda ishonasizmi 24 soat turdim. Men просто qo'rqib, haqiqatan qo'rqqanman. Meni hech kim tegmagan, menga hech kim hech narsa etmagan. Mendan faqat so'rashdi, "Обижен emasmisan?" Men tushunmadim, men aytdim, "Yo'q, meni hech kim xafa qilmagan" dedim-da. Bo'ldi, mana shu bilan ular tushunishdi, shu oldin qamalmaganman, tegmadi. O'sha yerda men ko'rdim har xil tatuirovkalar. Bitta Sasha degan bola yurgan, mana shu yerda skorpion. Skorpionning dumi qulog'ining orqasidan mana shunaqa tushgan-da. Bu odamlarga ko'rib, men hayron bo'lganman. Как так? Ular вообще men ko'chada unaqa tatuirovkalarni ko'rmaganman-da, misol. Mana yuzida, qo'lida, o'sha payt hozir bu moda, mana tam современный qo'shiq, tam Timothy Morgenstern yuziga o'sha payt unaqa narsa yo'q edi. Bizning yoshligimizda unaqa вообще из ряда вон-da, вообще unaqa narsa yo'q edi. Men shu uchun men bu odamlarni haqiqatan qo'rqib turdim. Смотрящий bo'lgan, Matoy, uni laqabi. Meni chaqirib aytgan, "Bo'ldi, o'zingga keldingmi? Senga o'xshagan odamlar shu yerda o'tiradi. Hech kimni qo'rqish kerak emas." Вот shundan boshlagan. O'sha hibsxonada bitta o'zim o'zbek bo'lganman. Butun hibsxonada o'zbek men bitta o'zim bo'lganman. Shu hibsxonada men 5,5 oy o'tirganman. Keyin etap bilan meni etapga qo'yishgan. Menga qog'oz kelgan gen prokuror Chaykadan o'sha payt, то что meni ishim bo'yicha вынесли verdikt, ekstraditsiya qilish meni Respublika O'zbekistonga, Toshkent shahriga. Deyman, ungacha bilmaganman nima u etap. Shu 2007-yil oxirida, sentyabr oyida meni Moskva orqali samolyotda Toshkentga olib kelishgan spetstab bilan. Shu bilan 5-noyabr meni sud menga amnistiya qo'llab meni qo'yib yuborgan. U ham sud nimaga amnistiya qo'llagan, men sizga hozir tushuntiraman, потому что onam потерпевший bilan kelishib, то что o'g'lim pul berib yuboradi, vaqt beringlar, hozir qamalsa sizlar pul qayerdan. Bu ularda уже jahl, уже qanaqa qilib tushuntiray. Ular 2005-yil agar men qamalganimda, men 100% srok olib ketardim. Lekin 2007-yil 2 yildan keyin ular уже boshqacha qaragan, jahlsiz. Уже 2 yil o'tib ketgan, mayli o'zlari u meni потерпевшим sudiga o'zi aytgan, mayli yoshlik qildi, tudasida pul berib yuborsa bo'ldi. To'g'ri, hozir pul yo'q, bo'lib berib yuborsa bo'ldi. Shu odamga men pul berib yuborganman. Haqiqatan bo'lib men pul berib yuborganman. Rossiya bilan O'zbekiston hibsxonani farqi 2007-yilda meni shu hibsxonaga Toshkentga olib kelishganda Moskvadan, faqat Moskvada men ko'rdim zamonaviy hibsxona. То есть ko'pincha o'sha payt Toshkentda ham kameralarda 2-3 ta reshotka, lana reshotkadan ustidan tashqarida list, то есть ko'chani umuman ko'rmaysiz. Прогулkaga olib chiqishadi.
bir kunda bir marta o'sha yerda 4 ta devor, tepada panjara. O'shanda ham faqat shu osmonni ko'rasiz, bo'ldi, ko'chani ko'rmaysiz. Lekin Medvedkovskiy turmada, Itapirli turmada bu bo'lgan inostraniy korpus deyiladi. O'sha 4-etajdami, esimda yo'q, 2-etajda, yo'q, 4-etajda o'tirganimda o'sha yerda biz bilan ikkita anglichanin o'tirgan, bitta belarus, bitta ukrainец, men bilan yana bitta o'zbek bola, bitta tojik. O'tda umuman boshqacha, o'tda kameramizda dush bo'lgan, полноценный hojatxona unitaz bo'lardi, keyin televizor bo'lardi, tashqarida gruzinskiy va ozarbayjonskiy restoran bo'lgan, o'sha restoranning menyu turardi stolda. Unaqa prям полный menyu emas. O'tda hozirgacha 4 ta pozitsiya bo'lardi, tort, keyin assorti shashlik, kaboblarning assortisi, salatlarning assortisi, non assorti. Bu har kuni bir kun oldin ariza yozsa, odam misol mahkummi, mahbusmi, uni shotidan pul yechib olib kelishardi. Bu tug'ilgan kuni bo'lsa, yo'q qanaqadir bayram, har kuni menyuni yeb iloji yo'q edi. То есть unaqa prям har kuni menuni olib kelib, yo'q, unaqa narsa yo'q edi. Просто tug'ilgan kuni bo'lsa, yo'q qanaqadir bayram bo'lsa, u zakaz qilsa bo'lardi. O'shanda ham bir oyda bir marta adashmasam. O'tda bo'lgan как больница, как statsionar, oyna, katta oyna, bitta reshotka и полный ko'cha ko'rinardi. Bizning oynamizda Ostankinskiy telebashni ko'rinardi, Babushkinskiy rayon. 7-8 kishi постоянно bo'lgan bo'lsa, kamera bo'lgan 16 kishilik. Lekin qolgani turmalar, hibsxonalar bo'lganida Krasnoyarsk, Novosibirsk, Irkutsk, Yekaterinburg, Kazan, uni ahvoli juda ham yomon bo'lgan. 2007-yil tosh turmaga kelganda tosh turmaning ahvoli xuddi shunaqa bo'lgan yomon. То есть remont yo'q, не то что remont yo'q, просто ужас-da, qilapala. 60-yil, 50-yil shu devorli postroykalar qop qorong'i, kitob o'qish, men ko'p kitob o'qiganman, eshikning yonida o'tirardim, kitob o'qib. O'shanda zreniyam pasaygan. O'sha 2007-yil zreniyam ancha pasaygan. Tergovga sudga chiqsangiz, qolganlarga qarasangiz, hammasi yuzi oppoq. Ular endi shu quyosh ko'rmagandan keyin shunaqa bo'ladi-da, men qiyiq qarab, hamma kasalmi deb o'ylardim. Keyin bittasidan so'rasam, aytadi, "Sen o'zingni ko'rmayapsan, oyna yo'q edi Toshturmada." O'sha payt imni bizda oyna yo'q edi. Misol soqol olganimda kimdir qarab turib aytardi, "Mana shu qoldi, shu yerda qoldi, mana shunaqa soqol olardi" juda ham qiyin bo'lardi. Hozir men 2019-yil men yangi Toshturmada o'tirganman. O'tda xuddi Domodedovda qanaqa bo'lgan? Statsionar, больница. O'sha payt 19-yil yangi binolar, 4 etajli 8 ta bino. Misol kim tepaga chiqa olmasa, 4-3-etajga lift bor, zamonaviy lift. Ovqatni ham o'sha liftda olib chiqadi. Keyin eshitganim bo'yicha 2022-yil уже lift ishlamagan. Endi 19-yil ishlagan. Sanchayz, har bitta korpusda, har bitta etajda sanchayz bor. Har bitta korpusda, har bitta etajda dush bor. Lekin dush juda ham, не соответствует нормативам вообще. Lekin bor. И главное, katta oyna, 6 tali kamerada o'sha payt bemalol futbol o'ynasa bo'lardi. Juda ham katta xona. 19-yil endi men hamma narsa bilishim kerakmi shu жизнь. Men o'sha yerda balanda ovqat tarqatadigan odamlar, balandyorlarda men qiziqardim. Nechta odam hozir bor Toshturmada? Lyosha degan chirchiqli bitta bola bo'lardi, balandyor. O'sha menga aytgan, har kuni biz 1000 taga yaqin tuxum pishiramiz. Hibsxonada ertalab har bitta mahkumga, mahbusga bitta tuxum, o'zi sistemada любой joyda, koloniyada, hibsxonada, IVSda hamma joyda bitta tuxum beriladi. IVS bilmayman, hibsxona bilan zona 100%. Tuxumga qarab ular bilardi-da, nechta odam bor.
u yetardi 1000 taga yaqin. Bu men 19-yil qamalganda 1100 ta 1120 ta bo'lgan. Itab bilan zonaga ketishimdan oldin 926 tami shunaqa. Men ради себя, ради интереса как учет qilardim. 2022-yil men Zarafshon zonadan Toshturmaga qaytganimda пересылка bo'lgan koloniya поселениyaga borganda Toshturmada 2020-yil 7800 ta odam bo'lgan. Qani 19-1900 ta odam, 22-yil 7800 ta odam. 19-yil значит menga bu oxirgi men sudlanganim menga 9 yil 3 oy hukm qilgan meni. 9 yil 3 oyga 2019-yil noyabr oyida, yo'q, oktyabr oyida meni itab bilan 12-son Jek Zarafshon shahar Navoiy viloyatiga olib borishgan itab bilan. O'sha yerda 3 yilga yaqin men jazoimni o'tganman. Qattiq tartibli koloniya. Потому что men birinchi marta emas, ikkinchi marta emas, uchinchi marta men qamalganman. Undan oldin men koloniya поселенияda bo'lganman. Shu uchun menga bergan qattiq tartibli koloniya bergan. Bizda O'zbekistonda 4 ta qattiq tartibli koloniya bor. O'sha payt jasliq ham bo'lgan, 19-yil jasliq yopilgan. Eng uzoq, Toshkentdan eng uzoq koloniya bu bo'lgan Zarafshon. Meni shu Zarafshonga jo'natishgan, nimaga men bilmayman, потому что menga hamma aytgan, sen yo Chirchiqqa, yo Olmaliqqa tushasan, потому что грубо говоря, propiska bo'yicha-da. Toshkentliklar o'sha yerga tushadi, lekin именно men Zarafshonga borganman. Qarindoshlarim o'sha payt xotinimga juda ham qiyin bo'lgan borgani, почти 1200 kilometr. Birinchi Navoiygacha borish kerak taksida, keyin taksi Navoiydan Zarafshongacha cho'l orqali borish kerak. Xullas juda ham qiyin kichkina bola bilan o'tga borish. Shu 3 yil har oy men yozardim ariza, iltimos, shu yozmagan odam qolmagan. Meni yaqinroq joyga tashiylar, qarindoshlarimga juda ham qiyin. Lekin yozganim hech kim inobatga olmagan. Menga o'xshagan odamlar Zarafshon yarmi bo'lganda, kim ketmoqchi edi. Yildan yilga pitaniya, то есть 2019-yil kelgan Zarafshonga kelganda pitaniya yaxshi emas edi. Yomon desa ham bo'lardi, lekin oxiri pandemiya paytida kuchli ovqat berish, чтобы immunitet ko'tarish uchun mahkumligi kuchli takoy ovqat berishni boshladi. Monti berar edi, ishonasizmi, somsa, tam makaron po-flotskiy, osh, pandemiya tugashi bilan bu narsa qolgan. Hozir men bilishim bo'yicha ko'pincha koloniyalarda shunaqa ovqatga juda ham yaxshi qarashyapti, lekin koloniyaga qarab-da. Hamma joyda bir xil emas, nimaga? Bu povorga bog'liq. Kimdir ovqat qilish yaxshi biladi, kimdir o'sha oshxonaga kirib ishlagandan keyin o'rganyapti. Shu uchun hamma joyda bir xil emas. Boshida koloniyaga kelganimda meni vaziyatimga qarab meni texnika безопасности отделga ishga qo'yishganda, biz o'shda 3 ta 4 ta mahkum bo'lib ishlaganmiz, hammamiz oliy ma'lumotli, o'ta oliy ma'lumotli odam kam. Ko'p odamlar yozishni bilmaydi, o'qishni bilmaydi, shu uchun unaqa odamlar kam. Texnika безопасности yurib hammaga qo'l qo'ydiradi, то что оповещен о технике безопасности. O'sha yerda ishlaganman, keyin zavodda ishlaganman. Oxiri ketishimdan oldin 6-7 oydan oldin o'tda katta stroyka boshlandi. O'sha yerda beton zavodda
men ishlaganman boshidan u instrumentalshik bo'lib, bu instrumentlarni tarqatardim, keyin instrumentlarni yig'ib yurardim. Menga olib kelishardi-da, misol bitta lopata oldi, yozardim tam Ivanov bir dona lopata. Misol 9:30 da olib ketdi. Smena tugashi oldin lopata olib kelardi, yozardim Ivanov bitta lopata tam 16:45 da olib keldi. Lopataning nomeri. Shunaqa bo'lib 2-3 oy ishlaganman, instrumentalshik bo'lib, keyin kompyuter bilish o'tda operator kerak edi beton zavodga. Meni o'rgatib, bitta Xanar Tur degan odam meni operatorlikka o'rgatib, u chiqib ketgan. Ko'chaga chiqib ketgan. O'sha yerda meni operatorlikka qo'yishgan, beton zavod brigadir operator bo'lganman. Oyligim 6,5-7 milliongacha oylik olardim. Ko'pincha koloniyaning ichida xodimlar unaqa oylik olmagan. Qanaqa shu beton zavod oylik olardi. O'sha payt bizni Zarafshonga Jasliqdan 2022-yil Umrbod zona ko'chgan. Biz shuni zonani ichida zonani qurganmiz. Umrbodga biz beton berardik, plita berardik, blok berardik, Facebook. Ular qurardi. Shu blokdan, plitalardan rastvor, seysmopoyezd, shu narsadan biz hammamiz birgalikda Umrbod qurganmiz. Umrbod koloniyani qurganmiz. Bitta odam o'tda Jbi degan ish bor edi, железобетонный zavod. O'tishayotgan zonadan har kuni 150 ta odam olib borib ishlatardi tashqariga. Olib borib har kuni shanba yakshanbada tashqarib ular borib ishlardi. O'sha yerda men odamlarni bilganman. Ularni vaqti kelganda protsentga chiqishi mumkin, udvoga chiqishi mumkin, lekin ular yo'q, qolib o'sha yerda ishlagan. Yo'q, chiqmayman deb narusheniya olib, men lichni o'sha odamdan so'raganman, "Menga qarang, chiqib ketmaysizmi ko'chaga?" U aytgan, "Menga Rustam, men hozir o'tda 3,5-4 million oylik topaman. Men ko'chada unaqa oylik topolmayman. Men shu yerda hozir pul to'plab chiqib ketaman." Shunaqa odamlar bo'lganmish, men bilmayman, men ko'rmaganman, lekin xodimlar aytib bergan. Chiqib ketganida Jbida ishlab, chiqishganida borib avtosalondan mashina sotib olib, haydab ketishganlar ham bo'lgan ekan. Lekin men ko'rganman odamlarni, kimdir 70 million pul bilan ketgan, kimdir 150 million pul bilan ketgan. Har qatdan unaqa bu prям Zarafshon uchun unaqa katta emas edi-da. Pul unaqa уже hamma o'rganib qolgan tursa oylik katta bo'lgan. Zarafshondan koloniya pisliniga chiqib, narusheniya qilib, Koson 10-son Jiyek qattiq tartibli koloniya Koson shahar Qashqadaryo viloyatiga meni itab bilan olib borishgan. Как нарушитель. O'sha yerda 1 yil o'tirganman. Ровно 12 oy. Kosonda eng baland oylik promzonada ishlaydigan odamlar 200-300 ming olishardi-da. Qolgan koloniyada eshitishim bo'yicha 10 ming ham oylik bo'lgan, 5 ming ham oylik bo'lgan. Umuman oylik bo'lmagan misol. Потому что производство yo'q, zakazlar yo'q. Ish yo'q. Asosiy muammo shu. Agar ish bo'lganida uncha-muncha odam ishlardi. Ish yo'q, promzonada просто tam aylanib yurgani uchun ko'pincha promzonaga chiqishadi har kuni. Promzonaga asosiy nimaga chiqishadi? Men birinchi kundan beri promzonaga chiqqanman. Har kuni promzonaga borardim. Nima uchun ishlaganman? Menga aytishgan, "Sen nima uchun ishlayapsan? Kamchiliging bo'lmasa, tam men bani uchun, cho'milish uchun chiqardim ishga." Misol, o'risida поговорка есть, кто работает, тот ест. O'tda boshqacha, кто работает, тот купается. То есть, cho'milish xohlab olsam, bu promzonaga chiqmasang, bir haftada bir marta bani.
Endi men semiz odamman. Men har kuni baniga bormasam bo'lmaydi. Shu uchun men sirazu birinchi kunimdan boshlab men sirazu promzonaga chiqqanman. Kosonda ham harakat qilganman, почти sirazu borib cho'milish shu ishlab, oxirida cho'milib barakka qaytish. Koloniyadan chiqqan odamlar ko'pincha ko'p odam srogi katta. Qattiq tartibli koloniya bu degani kamida 5 yil. Asosiy shu sroklar 2-3 yil emas, 5 yil 1 oydan boshlanadi. Потому что qattiq tartibli degani bu asosiy jinoyat ustidan yana jinoyat qilgan. Xullas 5 yildan boshlanadi srogi, 5 yil 1 oy, 6 yil. Odam bilasiz, mudda o'tirgan odam, qamoqxonada, zonada o'tirgan odam, u nima bo'lsa ham rejimga o'rganadi. То есть 10 da отбой, 6 da подъем. 6 da kamdan kam odam turadi. Asosiy odamlar turadi 5 da. Misol men turardim 4 da. Ertalab 4 da. Nimaga so'rasangiz, kechirasiz, что hojatxona bemalol-da. То есть bizning barakimizda 200 ta 150 ta 100 ta odam bo'lsa, har xil barakda bo'lganmi? 100 ta odam olaylik, hojatxona 6 ta. Agar 6 da tursam, bu pik payt, tushunyapsizmi? Shu uchun men bemalol turardim 4 da. Hech kim yo'q. Hojatxonaga borib, tahoratimni qilib, zapravka qilib, ustidan shu zapravka tortib qilib, men ustidan yotardim-da. Asosiy odamlar ko'p qamalib o'tirganlar, 1 yildan ko'proq qamalib o'tirganlar shunaqa qilishadi. 6 da подъем, зарядка, xullas rejim. Men bilaman, что 6:30 da завтракка boramiz, 12:30 da obed, da shu 6 ga yaqin kechqurun ужин. Siz o'ylamaysiz, nima qilish kerak, bozor qilish kerak, tayyor, siz bilasiz, bo'ldi, obed, завтрак, obed, ужин beradi. Odam shu sistema rejimdan chiqqanidan keyin ko'chaga asosiy nima narsa, katta sroklar, ular koloniya поселениyaga chiqmaydi, ular zonadan o'zidan zvanok o'tirib, tam 34 bor, 34-moddasi bor. O'ta og'ir jinoyat qilganlar. Retsidivist, особо опасный retsidivistlar ular zvanok bilan chiqishadi. Nimaga ular qamalib o'tirish, qayta qamalib o'tiradi? Uni hech kimi yo'q, asosiy ish yo'q, yashaydigan joyi yo'q. O'rgangan, что unga ovqat beradi. Davlat ish bo'lsa ham, bo'lmasa ham. Hozir shunaqa ovqat bilan ta'minlayapti davlat. Ko'pincha ko'chada unaqa ovqat yemaydi. Ishoning, hozir juda ham yaxshi qarayapti-da. Ko'chaga chiqib, narxlarni ko'rib, o'tda odamlar даже Zarafshonda o'tirganlar, mana 40 million shu yerda bor, menga aytibdi, men chiqib so'rayapti-da, kvartira olsam bo'ladimi? Men unga tushuntira olmayman, что bu 40 million bu yerda katta pul, koloniyaning ichida bir oyda 1 marta 920 mingga faqat u magazin qila oladi. Bu magazin bir oyga yetadi unga. Lekin ko'chada 1 millionga bir haftada magazin qiladi. Oilasi bo'lsa, tamda. Что ko'chada u kvartira ololmaydi bu pulga. Ular 10-15 yil oldin qamalganlar tushunmayapti-da. Ular qamalgan payti narxlar boshqa bo'lgan, hozir narxlar boshqa. Asosiy shu muammo, то что ish yo'q, integratsiya в современный hayotga yo'q, umuman hech qanaqa. To'g'ri, psixologlar kelib gaplashadi. Uni 1 yilda 1 marta men ko'rganman, psixologlar kelib qanaqadir test bergan, juda ham qo'pol muomalada biz bilan gaplashib ketgan. A интегрирование в современную жизнь, в современный реалии bu narsa yo'q umuman. И odam chiqib u tushunyapti, что ish yo'q, qayerga bormasa, hozir ko'pincha ochiq gap, ko'pincha yuzidan bilinib turibdi-da, qayerdan chiqyapti. Что yopiq muassasadan chiqqanini bilinib turibdi. Hech kim ishga olmaydi. S такой историей, тем более.
U nima qiladi? Yana o'g'irlik qiladi. Narkotika. Mana men sizga aytdim, 22-yil 10 barobar ko'proq odam bo'lgan. Bu nimaga? Bu sintetik narkotik orqali. Shu zakladka, sol, tam mefedron bu orqali odamlar tam o'g'irlik qilishadi, tam zakladka, xullas именно sintetik narkotik orqali juda ham ko'p odam hozir Toshturmada o'tiribdi. Соответственно, koloniyalarda ham odam juda ham ko'p. Misol Kosonda men bo'lgan otryadimda shkonkalar, kravatlar bittali bo'lgan. Hozir shu otryadda xabarim bor, уже shkonkalar ikkitali. Zarafshonda hamma joyda ikkitali, eshitishim bo'yicha ular уже 3 etajli qilmoqchi. То есть odam juda ham ko'p yana. Odam вообще juda ham ko'payib ketyapti. Именно bu sintetik narkotik orqali shunaqa vaziyat. Уже yoshim 40 kirib, уже men charchadim. Men уже tushunaman, что unaqa dальше yashash iloji yo'q. Bu safar men 5 yilga yaqin o'tirdim. Shu o'tgan yil 24-yil fevral oyida chiqdim. Xotinim men bilan ajrashib ketgan. Bitta farzandim bor, o'shani olib ketdi. Men ham uni o'rnida bo'lganda ajrashib ketardim, ochiq gap. Men tushundim, men chiqib, что men hech kimga kerak emasman. Onam bo'lmaganda men уже я бы на себя руки наложил уже давно, конечно. Особенно mana shu 24-yil. Men tushunaman, что onam agar men bilan nimadir bo'lsa, onam chidolmaydi. Men tushunaman, ukam shuni tushunyapti. Kimni birinchi aldaganman, именно как firibgarlikda, men to'g'risini sizga aytaman, men esimda yo'q. Lekin eng ko'p aldagan odamim, afsuski, bu men onam. Eng ko'p aldab yurganim qayta bu men onam bo'ladilar. Men bilaman, что onam ko'pincha bilganlar, что men aldayapman. Но все равно как-то pul berib orqamdan har xil vaziyatlarni yopib yurganlar. Hozir ham постоянно telefon qiladi, o'g'lim yaxshimisan, nima bo'lyapti, nima qiyinchilik, nima kamchilik. Ona deb baribir. Ukam men bilan gaplashib yuradi faqat onammi deb. 9 yil farqimiz, katta farq. Qayerdadir bo'lsa, umuman notanish odamlar bo'lsa yonimizda, yo'q qanaqa. U men bilan Rustam aka deb gaplashadi. Hatto yoshligimizda biz bir-birimiz bilan sansirab gaplashamiz-da, endi aka. Rustam, ya Umar, uni как-то qolganlarning yonida u gaplashadi men bilan, hurmat bilan-da, то что uni akasi. Lekin men tushunaman, что bu просто o'yin. U to'g'risi umuman meni hurmat qilmaydi. Bu ayb meniki, umuman uni aybi emas. Men uni juda ham ko'p padudar qo'yardim-da. Juda ham ko'p joyda meni o'rnimga borib hal qilardi. Juda ham ko'p joyda emas, постоянно. Bilmayman, lekin menimcha ikkalamiz qolsak, aloqa bo'lmaydi bizda. Ну, как